Oldinlari noturar joy olayotganda faqat yo'l yuzlariga e'tibor berilganda, lekin hozirgi kunda talablar ancha oshgan. Oldida mana shunaqa keng katta parkovkasi bo'lishi kerak. Xohlasangiz parkovkani o'zi istasangiz qo'shimcha biznes, marojnoxona nima durlagan moslov bo'ladigan keng joyi, orqasida yana hovlisi bo'lishi kerak. Chunki joy yurib ketgandan keyin qo'shimcha kvadratura kerak bo'lsa, qurilish qilib olish uchun ham. Bu noturar joyimiz esa mana shu talablarga 100% javob beradi. To'raqo'rg'on tumani Yesin yo'li yangi qurilgan masjiddan o'tganimizda chap qo'ldi. Bu tomonimiz Domlan ro'parasida joylashgan mana shu noturar binoyimiz sotuvga qo'yildi. Noturar binoyimiz 20 sotux maydonni o'z ichiga oladi. Aytib o'tganimda keyin parkovkadan tashqari chekka tomonimizda birinchi qavat ijaraga beriladigan alohida joyimiz bor. Jami bo'lib 420 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Birinchi qavatimiz, o'zi ikkinchi qavatimiz ham xuddi shuncha hisoblanadi. 70 metrga naqd 6 metr. To'liq plitalar bosilgan hamda pishig'ishda qurilgan. Demak, birinchi qismdan ijaraga bersangiz bo'ladi. Undan keyin 50 kvadrat atrofidagi joy ijaraga berib qo'yishgan ekan hozir. Yonida yana bitta ijaraga qo'shimcha beradigan joyi va magazin uchun ichida polka hamma narsasi bo'lgan bitta do'konimiz bor ekan. Ikkinchi qavatimizni yarmi aynan mana shu yerdan zina orqali ko'tarilganda hisoblanadi va teli holatda xohlagancha bo'lishi mumkin. Bu yerda esa endi ikkinchi qismimizga o'tamiz. Noturarga tanishib o'tdik. Ikkinchi qismimiz noturar choyxona yoki oshxona biznesi. Mana bu yerda chashlik qo'rasi, somsa qo'rasi hamda e'tibor berib qo'yasiz. Sharillab suv oqishini, kanal suvidan umuman muammo yo'q. Mana shu oshxonamizning o'zidan to'liq kanal suvi o'tgan ekan. Yozda yanada salqinlik berib turadi. Keyingi ko'radigan qismimiz 22 metrga 5 metr. Mana shu yerdan hisoblaganda pasoda mo'yka uchun idish qo'yadigan hamda qo'shimcha uborchilar uchun xonamiz. Keng 13 ta qozonga ega, 20 metrdan oshiqroq maydonni o'z ichiga olgan, xuddi shunaqa oshxonamizdan tashkil topgan. Hovlimizning o'rtasidan yurib borganingizda mana shunaqa ajoyib suvlar oqib o'tgan bitta ko'rib qo'ying mana. Mana shundoq ketib to'g'ri tapchanimiz tomonga ham ilashib ketgan joyi bor, ro'paradan yurgan joyi ham bor. Bu yerga stol-stullarni qo'yib olsangiz yanada yaxshi. Mikroklimat uchun ham alohida joylarni qoldirib ketishgan ekan. Yozda ham, qishda ham foydalanishingiz mumkin. Tapchalarimizga keladigan bo'lsak, soya bo'yida joylashgan shu tapchalarimiz soni naqd 13 ta, stol-stullari hamma narsasi tayyor holatda bo'ladi. Hozirgi kunda oshxonalarga eng ko'pi tabiat juda kerak bo'lib turibdi. Xuddi shunaqa tabiatga, manzaraga ega. Ikkinchi qavatimizda ham yana 7 ta kabinamiz bor ekan. Aytib o'tganda ikkinchi qavatimizni yarmi bu tomonga noturar, yarmi esa mana bu tomonimizga mo'ljallangan. Salat hamda bar uchun mo'ljallangan alohida navesli qismimiz ham mavjud ekan. Keyingi ko'radigan qismimiz bu o'ng tomonimizda kabinalar, qishda foydalanish uchun mo'ljallangan. Jami bo'lib 9 ta kabinaga ega. Keng chiroyli bo'lgan mana shu joyimiz jami 20 sotux maydonni o'z ichiga oladi. Joyimizning hujjatlari jismoniy shaxs nomidan notariusga tayyor holatda ekan. Narxini esa egalar bilan o'zingiz kelishib olasiz. Kommunal tarmoqdan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud. Eganing telefon nomeri videoni pastda aloqa etsangiz bo'ladi.